Hammaga salom. O'tgan galgi videoyimda ko'pchilik tushunmagan ekan. Free Fire'ga tekin kiyim, ya'ni o'rnatishdi. Bugungi videoyimda aniq qilib tushuntiraman. Personaj bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan ya'ni personaj mana bunaqa downloading bo'lib tursa ochib qo'yamiz. Bu shart. Bo'lmasam o'rnatilmaydi. O'rnatilib qilib qo'yganimizdan keyin chiqamiz. Play Martga kirib, FF Skin Tool deb qidiramiz. Va birinchida chiqqan ilova o'shanga kiramiz. 1 milliondan ortiq yuklangan. Va ochishni bosamiz. Reklama chiqib turadi bu ilovada. Bu tekin bo'lgani uchun chiqib olamiz. Mana sizlarga aytgan ilovamni boshlanishi, ya'ni FF ikkita menyu turibdi, FF va FF Max. Birinchisi Free Fire o'zi, ikkinchisi Max, Free Fire Max. Men FF bo'lgani uchun FF ga kiraman. Bu yerda birinchidagi menyu kiyim menyusi, ya'ni kiyimlar, skinlar menyusi. Ikkinchidagi menyu avtomatlarga skin va uchinchidagi emotsiyalar, to'rtinchisidagi ishlaydimi, ishlamaydimi bilmadim uni lekin. Men kirib ko'rmaganman. Va bu yerdan o'zingizga yoqqan kiyim tanlashingiz mumkin, lekin orasida hammasi ham ishlayvermaydi. Bu darajada mukammal ilova emas. Ba'zilari ishlamay qolishi mumkin. Menga ana qizil yoqdi, ya'ni qora kiyim. Scorpio kiyim, shunaqa kiyim o'sha yoqdi, o'shani tanlayman. Va Apple downloading bo'lyapti, ya'ni yashilni bosamiz. Yashil menyuni va yana qisqagina reklama chiqadi. Reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin qaytib chiqamiz va hamma narsani tozalab olamiz burada. Va bu yerda tezlashtirib o'raman. Mana Free Fire'ga ham kirib oldik. Endi personaj bo'limiga o'tamiz. Va personaj bo'limidan o'sha personajni tanlaymiz.